Adaş, ihbarning adresini topdi. Rahmatchimi adaş. Rahmat. Aldirab, xo'shib ketma, u to'y qiladigan. Nima? To'y qiladigan deyapman. Kim deyapsan? Boshqalardan shunday To'y anidim. kekashmay o'tirib gap qilgina. Men uning xitini beryapmisam ya? Sen shuncha uzun vaqt uni izlamagandan keyin u gezga e'lon chiqarib, xitini berib etibdi-va. Necha vaqtdan beri nishchi kep qima o'ynab juda. Endi uning to'y qildig'ini anglab, chidamay qolgan o'xshamamsan, ha? Unda chidamaydigan odam burunroq sen bo'lmasmidi? Shipar gezga e'lon bergansan, nima deganding? Bu xabarni anglab bu yerga ushqanda keldim. To'yning xabarini anglab bu yerga ushqanda kelsanda, ha? Meni do'ravatamsa, lavza. Hamid adash, xotining to'y qildigan bo'pti. To'yning nag'misini oldinla qashtiramizmi ya? Tursun adaş, tutturuğunu ala. Birden yerimden payızı kılışmayalım ha? Hoşa valla. Hoşa. Olmening tayaqımı, abiyening tayaqımı. Olmening tayaqımı, abiyening tayaqımı. Kecha bo'lsa o'yqa yo'q, yarning ishdi. Mehriban xonimni go'harga bag'isizmi? Kelini ishbarning baxtini deb qimmig'ini qanmidi. O'z vaqtida Hamid degan shumtigining u ikkisiga ko'rsatmagini qanmagan. Voy nima deydiganlar? İşbar asli Mehriban xonimning kelinimidi. O'zining o'g'lig'ining bo'lgan, u qayerda? Anglamagan gap bu. Dunyoda mushundoq esil otamlarmi bo'lamdigandi? O'g'li kichigidilla ish terib yuradigan emidi. Cho'ng bo'libmi, yangi qimar o'ynash degandek ishlarni qilib yurdi. Ishbarni ketib qo'ygandan keyin teximi askilishib, ona bola ikkisini vayronchilik qildi. Ya Allah, insonni bermasa, bola degan shu-da. Helimi bichora Mehriban shu dardlarga chidab keldi. Qo'y paylini oldin belgili bo'lsa, bundaq askilarni beshigida tunjuqtirib qo'ymamdi kishi. Bo'g'liqning hammasi ota-onag'ili bo'lamdigandi. Endi-chi, Qodir Ayshanda deysan. Kim? Bu men. Yaxshimsiz? Yaxshi. Har holda ulgurib ketdim-da. Nemaga hamon qilib qolding, apa? O'g'lingning uyinga kelganiga hayron qilib o'tamiz, ha? Ostara gap qil. Nemishqa? Sen bu işlerini yoşurmakçı mı? Sen ihbar ikimizden münasibetini unutup kaldın mı? Ben sana da koyay apa. Sen bu işlerini yoşurup bulamayız. Sen bu yerga qandoq kelding? Qandoq kelatdim? Sen meni shundoq aqlli qilib tug'ib qo'ygan tursan. Men bir amballarni qilib, bu yerni tep keldim, bo'lmabdimi? Sana aytib qo'yay apa. Ben burun qandoq yaşagan bo'lsam, hozirmi shundoq yashab kelyapman. Bu yerga nima uchun kelding? Ayolimga xush xabar yetkazgili keldim. Bu yerdan ketgin, sendan o'tinib qolay, bu yerdan darhol ketgin. Ishbar bilan ko'rishmaylimi? Uni chaqirib qo'y. Qaraganda uyda yo'q o'xshamamdi. Ha? To'xtab tur. Men uni chaqirib chiqay, mishab turib tur. Neyinadın onda qalsan qutulub bulamaysan.
xiyol surib o'ltirib ketibsiz-ku. Men bo'ldingiz qizim. Opa, men xuddi Asqarni aldayotgandek his qilyapman. Men bo'lgan ahvollarni uningga tegmikin. Qizi, deyishni to'g'ri topgankansiz, undaqda da. Bu dunyoda shundaqmi ishlar bo'ladi ekan? Yana kelib bu ishni sizning beshingizga kelgimni. İkbar. Sizning qanchalik tatqinligingizni bildim. Biroq siz bu ishlarni unutib ketishingiz kerak. Endi bu ishlarni hargiz o'ylama. Men sizga shunday va'da beramanki, men sizni cho'qim baxtli qilaman. Men bilan to'y qilib qolmay, yana bir qitim to'y qilayapsiz-da? Kimga? Voy. Apa, sen gap qil, yoki gap qilma. Sening jim turgan holting meni baxo'shal qiladi. Men seni yaxshi ko'raman, apa. Sen nima qilmoqchi? Men sizlarning aktivashtiringlarni ochmoqchi. Chavanglarni chitqi yaymoqchi. Unda qozonga mundaq cho'mish qilmoqchi. Qandaq gaping bormi? Mening maqsadimni endi tushungansan? Meni xotirjam bo'lsin desang, bu yerdan ket. Bu yerdan ketsam, dadimni qandaq chiqiraman? Esingdimi, apa? Kichik vaqtimda sen meni allay etib xultatding. Allay balam, allay qozam, allay balam, allay balam, allay. Endi meni xultanmaysan. Opa, endi qanday qilamiz? Xotirjam bo'ling, bolam. Siz cho'qim Asqar bilan to'y qilasiz. Hamid sizga yo'lsizlik qilgan kundan boshlab qalbimda men uni o'ldi deb hisoblaganman. U yana kelsa, uy xitini tutqizib qo'yaman. Menimcha, uning uy xitini bersak bo'ldi qilmasmikin. O'zingiz bilasiz, qizim. U mol dunyo desa, jinini berdi. Dadasi ikkimizga tava shuncha cho'ng qo'ro'jay qo'liga tushsa, bo'ldi qipmi qala. Kim o? Men. Apa, kechidan beri obdan uxlagansizlar? Qoqsardi seni bu yerga kim chaqirtibdi? Hoy, o'z balangdan tenib ketmoqchimisan? Hey, sana zade nima qilibsan bu yerdan ketsa? Apa, nimaga buncha bola oldiraysan? Menchu o'z ayolimning to'yining o'ngishliq bo'lganligini ko'rib, andim ketmoqchi. Apa, navod bu ikkisining to'yi buzilsa, qandaqmi qilasiz? Gap qila. Sen bu yerga mush ish uchun keldingmi? Yo'q. Emis nimaga kelding? Men sizlarning shirin tushunglarni,
bozg'ili keldim. Bu to'yning bo'lishi mumkin emas. Xotirjam bo'ling qizim. Men bu to'yni cho'qim qilaman. Cho'qim qilg'an. Oppa, ko'nglim to'yib turibdi. O to'yni qilg'ili qo'ymaydi. Men Asqarga uning o'lib ketganligini aytgan edim. Endilikda u osmondan tushgandek tuyuqsiz paydo bo'ldi. Men bu ishning jarayonini Asqarga deyishim kerak. Men unga telefon qilyapman. Bo'ldi, hozircha deyman. Bichar ish bor, opamning davolat oldim. Restoranda naqsh yetmaydigan bo'ldim deb sizdan nihoyat xush bo'lgan edi. Tuyuqsiz u kasofat osmonda tushgandek paydo bo'lib ikkinlarning ishini buzmoqchi bo'layotdi. Siz tez uni uyga bering. U sizga muhtoj. Farida, rahmat sizga. Sizning oq ko'ngil qiz ekanligingizni bilmay, ko'nglingizni og'irtibdiman. Meni kechiring. Hech qisi yo'q. Apangiz uydami? Ha. Qani, uyga kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. O'tiring. Ipar, men hamma ishdan xabar topdim. Shunga xotirjam bo'lmay kelgan edim. Hadi. Siz keliningizni baxtli qilish uchun uni qaytadan yotliq qilmoqchi bo'libsiz. Siz haqiqatanmi fazilatli qiynal ekansiz. Men sizlardek yaxshi kishilar bilan tanishganligimdan intayin faxrlanaman. Xon. Qo'rqma qizim. Qo'rqma. Sen bu yerda ekansan-da. Ishbarning to'y qilganligini bilib turib, uning bilan yana to'y qilmoqchi bo'lgan nochi yigit senkansan-da, ha? Xotinimning to'yi senga o'xshash nochi yigit bilan bo'lmoqchi. Ya'ni kelib dal mening tug'ilgan kunimda. Sening to'yingga men xotinimni so'q qilmoqchi bo'layapman. Sen mening tug'ilgan kunimga nimani so'q qilasan? Opam bo'lsa mendan tenib ketdi. Sen bo'lsang xotinimni etkatmoqchi bo'layapsan. Endi menga kim hamroh bo'ladi? Manda bo'lsin. To'ydan keyin bir ig'iz o'yinlarda men o'ltiray. Bu sening uxlamay tush ko'rgining. O chaqda men bu hikoyani dadamga, yaqin al-og'illaringga so'zlab beraman. Shu chaqda sen yuzingni qandoq ko'tarib yurasan-ki? Sen bana qo'rqoq deyapsan. Men sana hargizmi qo'rqoqsan deb. Sen xotinim bilan to'y qilmoqchi bo'lgandan keyin sendan ozroq haq olaymikin deyman. Qandoq dedi? Ha? Appa. Bu to'yni hech kim to'siyamaydi. Hech kim to'siyamasa, men shayton to'siyalaydi. Bu degan haqiqiy chin muhabbat ustiga qurilgan to'y. Mayli sen nima degan, men hargiz parvo qilmayman. Men sana shuni aytib qo'yay, bu to'yni qizinim qilgan. Men bir ko'rib baqay. Bu to'yni qanday qilasan-ki?
Olava xotningni. Odamni ko'zga ilmagandek. Bo'lganda endi. Şirin şunlarını buzutmam demeyemedim. Hey, Paskına! Seni emdi kaçmamsa, aşkın bu Çin muhabbet üstüge kurulgan toy, bu toyunu kığınım kıgan dep, kahramanlık köstü atattı o, ha? Emdi köremiz. O toyni kim bilen kılakin, ha? Gep qila, Paskına, özüngni köstüp ketkensin o, gep qila! Qandaq? Emdi qo'limga tushdimi? Ha? Gep qila davotimi? Emdi men seni qandaq qilamankin, ha? Qarab tur. Jinim. Seni azoblab qo'ydim, ha? Bak qiynalib ketdingmi, jinim? Ha? Baqirma! Baqirganing bilan o'bika! Ne? Ha, men. Qodirma? Hozirlik kerakmidi? Oo, yo'q. O'ykama. Men sana hozirlik ep chiqib beray bo'lamdi. To'xtab tur, men hozirlik chiqma. Önümü öçürüp jim olsa, otoma. Faridama. İpar hazır Vey hürriyetma, işlev atamsa, bana 28-67-953 numaralık telefonu adresin dep bersen boptike. Kızlarım, yeni bir şey yakaladık, ha? Ahmet! Oy iyisin! Bu yani qandaq deb kelding? Sen bizni qandaq tapqan bolsang, biz seni shundaq tapdik. Bu asrandığı nimanç qildigansi, ha? Sen zada nima qilmoqchi? Jadi, senin nimi qarang? Nimani qilsam o'zimning ishi. Jahonga yomon ishlarni qilishga to'ralgan seningdek boladan joq to'ydim. Xudoyim seningdek yomon ish qiladiganlarning jazosini nima ish qilmaydigando, ajabni to'yg'azding-ku. İhbarni qo'yib bermaydigan bo'lsang, soqchi chaqirman, Jumo. Soqchi? Ey, chaqirsang chaqamam seni. Saqchangdan kim qo'rqib qoladi? Appa! O'ta, bu yoqqa. O'ta, nega borsan? O'ta. Yürü balada gidelim. Apa! Neymişki işini açmaysa? Hıddelle! İşini açmasan keşke müşahede oldurma! Hey, nimandak işini açmaysa? Telefon kısam
Telefonunu almaysan bu? Oy, neymi deysen? Neymandaq igiz bəs vaqıraysan, xulub xoşlarının aldığı sət əməs mi o? Baldırak işini açtan bulmanda ondak adam. Sen zat neymi qınmaqçı? Ben toyunu buzmakçı. Balam, bu degen məhəllə, astaraq gep qıl. Manıma bu qanunluq vəsiyyətnamə həmini sana berək, ağın. Vasiyetname mi? Canım balam, bu ne senin namını yütkep koydum. Ötünüp qalay, əmdi ihbar bilən qırışqıçı bommağın. Apa, bu qoracay aslida mı bana ta'alluq dursa. Bopda, tüneginki işqa salıvat. Endi mening ishimga aralashmoqchi bo'lma. Mening bu to'yni buzg'unim buzgan. Sen bu biçar kızın hayatını neyim için nabut kılısan? O biçare sana zaten neyimi yamanlık kıldı. Senden ötünüp kalay, sana bəgən ağ üstünden razı bulup gidey. Hem de o kızını yaşıqılı koyğun. Onu mu? Güney, o keçip ketmegen bolsa, ben maşinini sokup etip tölemge kanmagan bolattım. Onun kasapıtının ölgülü tası kaldım. O meni yetkice azap saldı. Ben onu hergiz keçirmeymen. O fakat özünü qoğdaş 3 yıllar şunda kılgan, bilemsen. Boldu qılapa, onunla az boluşqın. Sen aklınğa kelip ta hazırgıca meni birer qitim hoş qıp baqa yerin barmı? Fakat qağıştışdan başka iş qıp baxmadan yaman işler canından ayrıqlı tas kaldı. Yeni yaman işten kol üzmey, biçar ihbarının bəxtigi olturmaqçı boluvatsa. Senden ötünüp qalay balam bu yerden ketkin. Vay vay apa, sen nimancı yaxşı ayal, ha? Bir asrandı üçün. Boşunca olar, hasret çekip atamsa. Sen hasret çekkenin bilen, men qılmaqçı bolgan işimden hergiz yanmayman. Senin xiyalında men bu yerge mal dünya üçün keptimen de? Ya haq apa, men onundan qısas ağlı keldi. Men onu hergiz yaşıqlı koymayman. Onu şunçilik azaplayman ki, o bana her vakit yelenidi. Sen yüzümünü koymaydıgan okşaysan, elim o məlidi yüzümünü çürüp oldum. Hem de işkence, bu yerge ayak basqıcı olma, bu yerden yok al, yok al! Kelmedi o adam sen, bu senin ham xiyallın. İki tarafning ota-ona tuqqanlarning roziligi bilan ikki jahonning halol juftuligi va talabi solih farzandi uchun Dilshod apandining o'g'li Asqar Mehribon xonimning qizi Ihborgulni o'z amirlariga qabul qilib oldilimi? Oldim. Mehribon xonimning qizi Ihborgul o'zlarini Dilshod apandimning o'g'li Asqarga qabul qilib tegdilimi? Gep qila, tegdim. Amin. Allahu Ekber. Mübarek olsun. Rahmet adaş. Mübarek olsun. Kızım, mübarek olsun. Bəxtli olun kızım. Allah'adır sizin bəxtinizi diləyəm. Bəxtli olun. Mübarek olsun. Yaxşımısınız? Yaxşımısınız? Mərhəmət.
Assalomu alaykum, muhtaram aziz mehmonlar, kechliginglar xayrlik bo'lsin. Bugun Dilshod apandimning o'g'li Asqar bilan Mehribon nadining qizi Ihborning qutlug' to'y ma'rikasi. Sizlarning bu to'y ma'rikasiga qadam tashrif qilganinglarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Shundaqli bu 2 yoshning buningdan keyingi turmushining baxtlik, kunlarining xushal-xuram, bayoshat o'tishiga chin dilimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Undaq bo'lsa, to'yimizning vechirkisini o'zimizning millicha, an'anaviy usulimizdan boshlaymiz. Qani, marhamat. Aman olsun toy oynagan yaylı kalla, Katılırız abdiliyek parlı kalla. Hayızdır bu alemde, aşkını birbirinden ayrı kalla. Hamdi qiz bilan yigitni, qiz qo'ldash bilan yigit qo'ldashni bir maydon tons o'ynashga taklif qilsak, qani marhamat. Halayım, gittimden ağlap buyurlar. Öz vaxtida bu asrandı, apamni qo'lin chaldirib da mani tegib olgan edi. Birlikda yana apamni qo'ldirlib, bu takalif vaqtdan chiqib tegib oldi. Alam matangni. Kita macam pandai. Saya ada ni kembang dia. To'yga kelib birozlar askilik qiladi. Navani shunda qilsa,
Bechora ipar nima bo'lib ketdi? U kazob hozir nima ish qilyotgandi? Yo'q, uni oldin to'sishim kerak. Uning hamda iparga dushmanlik qilishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Men sirtga chiqib kiray. Dadamga qarab boqay. Dada, Nima ish? Mehribon opam ko'rinmaydi. Ben izlab boqay, ha? Ansirib ketma. Dadam sizga xotirgan bo'ldi. Shunda Hosan. Ularning to'yini hozir aylantirib o'taylik. Texchi paylangdan yanmabsan-da. Agar to'yni buzadigan bo'lsang, oldingda o'lib beraman. Bu sening nima degini? Kichigingdan tatibla. Xalqning gapiga ishonmaydigan gumonxo'r cho'ng bo'ldi. Bugun gapimga ishonishing kerak. Oldingda turg'ini qitiq emas, zahar. Sen to'yni buzaman deydikansan, mushuni ichibla, oldingda jon beraman. Appa. Sen to'yni tashlab qo'yib, bu bir nimang bilan menga qoqaq saqlik keldingmi? Mushunda qilsam, balam paylidan yenib qolarmikin deb o'ylab qoldingmi? Sening bu hilmikir o'yinlaringga kimmi ishni? Agar gaping rost bo'lsa, buni ishmabsa. Ömrüngde çümünümü öldürüp bakmagan xotun, özüngni öldürüp elishqa petini alamsan? Sening dardingni tatqicha o'lgunim afzal emasmi? Yaxshi, apa, bugun tunji bo'lib sening tasdigingni yedim. Qaraganda sening bag'ringni tashib ketibdi, ha? Men o'lmagicha sen bo'ldi qilmaydigan o'xshaysan. Hey, apa, rostla ichiyotsan ku. Akila, men ichay. Akila? Balam ichmagan, undan zahar bor. Ichay balam, ichay. Balam, ko'proq ichgan, to'yib ichgan. Yaxshi. Yana bor. Balam, kimoni mehnat qilmay o'ynadin, ha? Opa, mümkün pasaport öttü. Yükledin ne? Adam çiğnedi. Mehnat kılavettim. Yükledin düştü. Kepsiz şüptek. Andres. Rastlı zehir varken ko. Ben senin gepinge işkımı işenmeyen. Abba, öz oğlunun zehir içişige qarab turdu ama. Benim işkımı gepinge işenmegendin.
Appa, ben bolamayapman. Ölüp ketadigan o'xshayman. Emisqimi? Sening gapingga ishonmagandim. Bala, ben onun da zəhər var degandim. Senin gumanxorluğun axır beşinga chiqdi. Nima qildim? Nima qildim? Balam, ben bu dardlarga qandoqmi chidayman? Appa! Balam! Balam! Kızı. Abba, sizga sadi nima ish bo'ldi jinim abba? Jinim Asqar bolam, iborni sizga topshirdi. Uni holidan obdan. Abba! Jinim abba! Abba! Hamid endi sizlarga tahdid sololmaydigan bo'ldi. Baxtli bo'linglar. Turmushinglar xotirjam o'tadigan bo'ldi. Ay talay tinler Bakkan tenin ana Bəxtim istəb qismətlər Tatqan tenin ata Külgünümdə külgən idim Şığlısam diller Qaldı bugün feryat urup Yalğızım anam Ey aziz yurtum Mihriban anam Qaldı bugün feryat urup Yalğızım anam Köçet idim, kökledim Perviş ilkiden
bilim aldım, kalktım kanat köknün qərdən. Əmdi vay deb şəfqət qılsam sizlər qəbrdə. Nə amalım təqdir şükən qaldım səbrdə. Ey əziz yurtum, kadirdan atam. Ne amalım takdir şüken kaldım sabrede. Dua birey emdi ata imanımızga. Hemra bularımda sımayınızga. Ümidiniz ağlay bugün kılıp barını. Güller dikey azizlerim ısnayınızga. Ey aziz yurtum, mihriban atam. Güller dikey azizlerim ısnayınızga. Ey aziz yurtum, mihriban atam. Güller dikey azizlerim ısnayınızga. Güller dikey azizlerim ısnayınızga.